Bugungi e'tiborlar markazida Soyuz S09 gibrid. Ushbu avtomobilimizni kapot ostida 1,5 litrli turbina motor joylashtirilgan, ya'ni gibridlashtirilgan bo'lib, elektro va undan tashqari benzinda bemalol harakatlanish mumkin. Avtomobilimizda oldi faralari svetodiodli LED fara joylashtirilgan bo'lib, bemalol tungi holatda 380 metrgacha yoritib beradi. Va undan tashqari ushbu avtomobilimizni oldi faralari dalniy, blижний va undan tashqari rulni chapga o'ngga burganingizda bemalol buriladi. Faralarga keladigan bo'lsak, juda ham chiroyli ishlangan bo'lib, har bittasiga bitta donadan yig'ilgan. Avtomobilimizni oldi podveskasiga keladigan bo'lsak, McPherson независимый podveska bo'lib, orqalari ham независимый многорычажный podveska. Va shuningdek, unga qo'yilgan R20 razmerli shinalari sizga juda ham qulaylikni va komfortni taqdim etadi. Avtomobilimizning ichki interyeriga keladigan bo'lsak, elektronli tablo va multimedia xizmatlarini boshqarish uchun 15-16 dyumli sifroviy panelli ekrandan foydalanilgan. Va shuningdek, ichki interyerida ekokorja va original akvaprintdan foydalanilgan bo'lib, siz o'zingizni juda ham prostorniy va o'zingizni qulay his qilishingiz mumkin. Avtomobilimizning yana bir zo'r fishkasi bor. Qanaqa deysizmi? Marhamat.